Uzdul HTML asas darsiga birinci qism HTML haqida qisqacha tushuncha. Darslikning asos mazmuni birinchi HTML degan nima? HTML deganimiz tor betni tasvirlashda qo'llaniladigan bir xil til. U inglizcha Hypertext Markup Language, ya'ni darajadan tashqari belgi tili degan so'zning qisqartirilmasi bo'lib, HTML programma tili bo'lmasdan balki bir xil belgi tili hisoblanadi. Belgi tili programma tiliga qaraganda ko'p oson. HTML belgi xatkishlar orqali tor betni tasvirlaydi. Biz belgi xatkishlarni qisqartib xatkich deb ataymiz. HTML xatkichi yalan tirnoq ichiga orqali so'zni ko'rsatadi. Masalan, yalan tirnoq ichida HTML. HTML xatkichi ko'pincha bir jup bo'ladi, ya'ni yalan tirnoq ichida b bilan boshlangan bo'lsa, yalan tirnoq ichida yantu siziq b bilan oxirlashadi. Xatkich jupining birinchisi boshlanish xatkichi, ikkinchisi oxirlash xatkichi deb ataladi. HTML hujjati tor bet hujjati deb ataladigan bo'lib, HTML hujjati deganimiz kengaytirilgan nomi HTML yoki HTML bo'lgan hujjatni ko'rsatadi. HTML hujjati tor betga aniqlik beradi. U HTML xatkichi va yozuq uchur orqali aniqlik berishni ishga oshirdi. Tövəndə HTML hujjatidan bir amaliy misol ko'rib boqaylik. Mana bu bir oddiy HTML hujjati bo'lib, buning hujjat nomi HTML, kengaytirilgan nomi HTML. Qaraydigan bo'lsak, HTML da boshlanib, yalan tirnoq ichida yantusiq HTML oxirlashgan. Bosh qismi, beden qismi qatorliq buyruqlarmi mushkul holatda. Anki buniki title mavzu qismi, uzdul to'rimiz. Andan keyin bir dana ulanish uchurni betning mazmunini qo'ygan. Biz buni saqlab, unumini ko'rib boqaylik. Buni qaraydigan bo'lsak, HTML yurgizgandan keyin mushkul unum ko'rildi. Bu yerda uzdul to'rimiz deb chiqdi. Bu yerda bir uzdulning ulanishi chiqdi. Biz bayam ko'rgan buyruqdan bir yan qismini qo'shib uchun yangilaydigan bo'lsak,